Haval avlodiga mansub Haval Julion mashinasini olib qo'ygan edik. Buni ham o'ziga xos ravishda qo'yib berganmiz. Eng maza tomoni bilasan nima? 1,5 litlik turbinali dvigatel 100% gazda harakatlanadi hamda o'ziga xos qo'yilgan MS blok управления Rail IGT Dakota 2 sportini injektor. Keling. Bunga qaraganda gaz o'rnatilgani umuman bilinmaydi. Lekin vaholanki kirishkasini bitta ochsangiz, lola bo'lib turgan Rail injektorimiz italyanskiy. To'g'ri, bu mashinaga general zapchastlarni ham qo'ysa bo'lardi akalar, lekin bilasizlar, Gazprom servis har bir mashinani parametri, ot kuchiga qarab zapchastlarni tanlab qo'yiladi. Bu mashinaga ham xuddi shunday o'ziga xos qilib full komplektatsiyada qo'yib berdik. Zapaskasini o'rniga ko'pchilik 48-54 qo'ysa bo'ladi, lekin bizda aynan Gazprom servisda 61 litrlik balon qo'yib berganmiz. Turish holatlari ham o'ta ham ideal holatda, lola bo'lib turibdi. Armaturalari Altair firmasiga tegishli, balon ham full holatda eng zo'ri va ko'rsatib turadigan datchiklar bilan qo'yib beramiz. Sifatli xizmatlar bo'yicha Gazprom servisga tashrif buyuring, biz esa doimo xizmatdamiz.